Assalomu alaykum, hurmatli Bog'bon mahallasi fuqarolari. Bizlar Bog'bon mahallasiga biriktirilgan mikrokredit bankdamiz. Bugun aholini bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish bo'yicha kelganmiz, shu yig'ilganmiz. Sizlar ham shu bo'yicha chaqirganmiz. Kimda kreditga ehtiyoji bo'lsa, kimda tadbirkorlik qilaman desa, bemalol resurslar ajratilgan. O'sha bo'yicha kredit olib tadbirkorlik qilishlaringiz mumkin. Kreditlar yo'nalishlar bo'yicha tushuncha berayim. Biznesga birinchi qadam degan kreditimiz bor, 14 milliongacha. Mahalla loyihasi degan kreditimiz bor, 50 milliongacha. Mahalla loyihasida kafillik bilan beriladi o'z-o'zini band qilgan shaxslarga. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik dasturi bo'yicha ham kreditlar ajratilyapti. Bunda